munosabat bildirdi. Qo'qonda Hizbut Tahrirning yashirin guruhi a'zolari qamoqqa olindi. Rossiya ketma-ket 2-chi kun Xarkovga ayovsiz zarba berdi. Rossiyadagi migrant bolalarning yarmi maktabga bormayapti. Endi esa batafsil. Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez-tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftani o'zidayoq bartaraf etish mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faoliyatni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga va sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bepul. Boysunda yana vodorod sulfidi otildi. Surxondaryo ekologiya boshqarmasi Kofurunda vodorod sulfidi gazi me'yordan oshmaganini ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Boysundagi Mustaqillikning 25 yilligi gaz kimyo majmuasiga qarashli 202-sonli quvurda texnik nosozlik sodir bo'lgani haqida xabarlar tarqaldi. Holat yuzasidan Surxondaryo viloyati ekologiya boshqarmasi matbuot xizmati izoh berdi. Ma'lum qilinishicha, ushbu holat bo'yicha mutasaddi idoralar vakillaridan iborat ishchi guruh tuzilgan. O'rganish jarayonida 8-iyun kuni Kofurun MFEda jami 5 ta nuqtada soat 8:00 dan 11:00 gacha turli o'lchov uskunalari orqali atmosfera havosidagi vodorod sulfid gazi miqdori nazorat qilindi. Jumladan avariya sodir bo'lgan quduq atrofida, sharqiy, g'arbiy va shimoliy yo'nalishlarda 1000 metrdan 3000 metrgacha bo'lgan masofalarda hamda Kofurun qishlog'ida olib borilgan o'lchov natijalariga ko'ra, barcha nuqtalarda vodorod sulfid darajasi me'yordan oshmagan deyiladi xabarda. Qo'shimcha qilinishicha, holat yuzasidan ishchi guruh tomonidan atmosfera havosini o'rganish va monitoring qilish ishlari hududda doimiy ravishda olib boriladi. Ekishni xohlamagan, pullarni bajarmagan, g'allani bajarmagan, maqsad pul topshirmagan, soliq to'lamaganlarni shu yerni bilan berishni boshlaymiz. Internetda tarqalgan ekishni xohlamagan fermerlar yeri xitoyliklarga beriladi videosiga Qishloq xo'jaligi vazirligi munosabat bildirdi. Qishloq xo'jaligi vazirligi Urgut tumani hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari Zuhriddin Amonovning fermerlarga qarata aytgan ekishni xohlamaganlar yeri xitoyliklarga beriladi mazmunidagi ogohlantiruvga munosabat bildirdi. Unda amaldorning gap so'zlari vazirlik siyosati va prinsiplariga to'g'ri kelmasligi ma'lum qilingan. Birinchidan, fermer xo'jaligi to'g'risidagi qonunning 3-moddasiga muvofiq fermer xo'jaligi bu ijara asosida yer uchastkalaridan foydalanib qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi va qonun bilan taqiqlanmagan boshqa faoliyat turlari bilan shug'ullanuvchi tadbirkor subyekt hisoblanadi. Shuningdek, mazkur qonunning 22-moddasida fermer xo'jaliklari faoliyatiga davlat organlari, boshqa tashkilotlar yoki ularning mansabdor shaxslari tomonidan aralashish taqiqlangani qat'iy belgilab qo'yilgan. Ikkinchidan, Yer kodeksining 24-moddasiga asosan yer uchastkasini ijaraga berish shartnomasini muddatidan oldin bekor qilish faqat taraflar o'zaro kelishuv asosida yoki sud qaroridan kelib chiqib amalga oshirilishi mumkin. Demak, har qanday tashqi bosim, tahdid yoki majburlash orqali fermerlarni yerdan mahrum qilishga urinish amaldagi qonunchilikka mutlaqo ziddir. Uchinchidan, Yer kodeksining 16-moddasiga muvofiq O'zbekiston Respublikasi hududidagi yerlar davlat mulki hisoblanadi. Yer bilan bog'liq mulkiy munosabatlar qat'iy tartibga solingan bo'lib, xorijiy fuqarolar yoki yuridik shaxslarga yerni mulk huquqi asosida berish taqiqlangan. Shu bois xitoylik fuqarolar yoki kompaniyalarga yer ajratilishi haqidagi bayonotlar asossiz, qonunga zid va haqiqatga to'g'ri kelmaydi deyiladi vazirlik munosabatida. Shuningdek, vazirlik amaldorning video murojaatida aytilgan ayrim gap so'zlar Qishloq xo'jaligi vazirligining siyosat va prinsiplariga, shuningdek mamlakat qonunchiligiga zid ekanini, mazkur holat yuzasidan tegishli idoralar tomonidan huquqiy baho berish choralari ko'rilayotganini bildirgan. Oldinroq Urgut tumani hokimi o'rinbosari Zuhriddin Amonov pilla, g'alla va paxta rejimini bajarmagan, soliqlarni to'lamagan fermer xo'jaliklarining yerlari xitoylik investorlarga berilishini aytgandi. Qo'qonda Hizbut Tahrirning yashirin guruh a'zolari qamoqqa olindi. Davlat xavfsizlik xizmatining Farg'ona viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan ichki ishlar organlarini jalb qilgan holda o'tkazilgan tezkor tadbirda Hizbut Tahrirning diniy ekstremistik tashkilotining yashirin guruhi fosh etildi.
xususan Qo'qon shahrida yashovchi 1962-yilda tug'ilgan. Muqaddam Hizbut Tahrir tashkilotiga a'zo bo'lib, Jinoyat kodeksining 159 va 244(1) hamda 244(2) moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etgani uchun 2000-2019 yillarda ozodlikdan mahrum qilish jazosini o'tagan shaxs 1965-1971 yillar oralig'ida tug'ilgan 4 nafar fuqaroni jalb qilgan holda noqonuniy guruh tuzgan. 2024-2025 yillar davomida Qo'qon shahridagi choyxona va oshxonalarda o'tkazilgan o'zaro yig'inlarda guruh a'zolari Hizbut Tahrir g'oyalarini O'zbekistonga olib kirilishini, ushbu tashkilot tomonidan chop etilgan kitob va jurnallarda ifodalangan aqidaparastlikni, xalifalik davlat qurish g'oyalarini qo'llab-quvvatlab kelgan. Shuningdek, Telegramdagi yopiq kanalga a'zo bo'lib, unda Hizbut Tahrirga tegishli materiallar bilan muntazam tanishib borgan. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 159 va 244(1) hamda 244(2) moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llandi. Rossiya ketma-ket ikkinchi kun Xarkovga ayovsiz zarba berdi. Rossiya 12-iyunga o'tar kechasi shahid tipidagi hujumchi dronlardan foydalangan holda yana Xarkov shahrini o'qqa tutdi. Shahar meri Yegor Terexovga ko'ra, Rossiya harbiylari bir kechada Xarkovga 12 ta zarba bergan. Dronlardan biri maktab hududiga, ikkinchisi esa bolalar bog'chasi maydonchasiga kelib urilgan. Bundan tashqari Xarkovning Saltovskiy tumanidagi 2 ta turar joy binosi va fitnes markazi ham zarbaga uchragan. Hujum oqibatida kamida 11 kishi, jumladan 4 nafar bola yaralangan. Turar joylar, ta'lim muassasalari, bolalar bog'chalari va infratuzilma obyektlari yonib ketgan. O'nlab mashinalar shikastlangan, maktablar va uylarning oynalari singan, dedi Terexov. Xarkov kecha 11-iyunga o'tar kechasi ham rus harbiylari tomonidan o'qqa tutilganda. Qurolli kuchlar 17 ta shahid dronlari bilan Xarkovning 2 ta tumani, Slobodskiy va Asnovyanskiy tumanlariga zarbalar berganda. Hujum oqibatida 3 kishi halok bo'lib, 60 kishi yaralangandi. Rossiyadagi migrant bolalarning yarmi maktabga bormayapti. Rossiyada ota-onasi xorij fuqarolari bo'lgan 638.174 nafar voyaga yetmagan bola bor va ularning yarmi maktablarga bormaydi. Bu haqda kecha 10-iyun kuni Rossiya Davlat Dumasi deputatlarining so'roviga javoban mamlakat ichki ishlar vaziri o'rinbosari Yegor Zubov ma'lum qildi. Ularning aksariyati o'qimaydi degan gap haqiqatga to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Lekin ehtimol yarmisi qandaydir sabablarga ko'ra bekor yuribdi, deydi Zubov. Shuningdek, u bunday bolalar soni kamayib borayotganini ma'lum qilgan. Zubovning aytishicha, Moskva shahrida 80.282 nafar voyaga yetmagan xorijlik yashaydi. Ularning faqat 25.000 nafari ta'lim olmoqda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning apreldan boshlab Rossiyada maktabga qabul qilishdan oldin migrant bolalar rus tili bo'yicha test topshirishlarini boshladi. Imtihon og'zaki va yozma shaklda o'tkaziladi. Faqat 1-sinf o'quvchilari uchun esa faqat og'zaki qism o'tkaziladi. Agar bola testdan o'ta olmasa